Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizi davamlaştırmaz. Bugün Cestağış Kemal 20. yıl 4. ayının 23. günü haftaga Perşembe vatandaş. Endilekteki mavzumunda başta sütleyen keyde vatılı virüs münasebetlik oltıranmay Amerika hükümetinin siyasileştirdiği, mürekkepleştirdiği dep tanqid qilyapti. Ammo hozir virus meselesini qandaq bir taraf qilish xalqaro jamiyatda cho'nqurlab ketyapti. Endiki mavzu qarang hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari yuqumli virusdan boshlanish manbini o'zil kesil tekshirdi. Davlat ishlohoti Mike Pompeo tunji qatim tekshirish bir qancha tajribaxonaga chetildi deb ko'rsatdi. Mavzula xabar 4. ayının 23. günü Van Vitor betida e'lon qilindi xabar. Bundaq başlandı. Devlet İşlakatı Mike Pompeo haftanın 3. günü, yani 4. ayının 22. günü bundaq ko'rsatdi. Amerika del hozir Jungo'nun bir necha tajribaxonalarga kirib, tojismon virusning boshlanish manbini tekshirib, bekitishga yordamlashishni talab qilyapti. Ya'ni Jungo biz ham yordam berib, tekshiraylik deb talab qilyapti. Virusdan qilyapti. Davlat ishlohoti Mike Pompeo Dunyo Sog'liqni tashkilotining yangi yuqumli virus hayvonotlardan boshlandi deb baholashini qabul qilishni rad qildi. Ya'ni yovvoyi hayvonlardan chiqqan virus degan gapni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlohoti Mike Pompeo qabul qilishni rad qildi. Haftanın 3. günü davlat ishlohoti Mike Pompeo Arab Birlashma Xalqligi davlat gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Biz yani bütün dünya Jungo'nun tajribaxonalariga kirolmayapmiz. Davlat ishlohoti Mike Pompeo Wuhan virus tadqiqot tajribaxonasidan boshqa yana bir qancha tajribaxonaning ismini eg'izga oldi. Gerçi Wuhan tajribaxonasi virusning kelish manbini bekitishga muhim bo'lsa-mu, xalqaro tekshirish yetib kelgan hamma. Bu tekshirishga kim rahbarlik qilish kerak? Albatta Amerika mutaxassislari rahbarlik qildi. Hozir qarasangiz vatandosh, bu virusning ofitiga uchrayotgan davlat hozir qaraganda Italiya boshqalarga selishtirganda yana Amerika oldi. Shunga bu tekshirishga albatta Amerika mutaxassislari rahbarlik qilish kerakdir. Xalqaro tekshirish yetib kelgan amal, bu tekshirish kim rahbarlik qilish kerak? Davlat ishlohoti Mike Pompeo bu to'g'rida konkret bir narsa demadi. Davlat ishlohoti Mike Pompeo Birlashma Xalqlar davlat gazetiga mundaq ko'rsatdi. Diqqat vatandoshim hamda Davlat ishlohoti Mike Pompeo Jungo partiyasining tajribaxonalariga kirish, yangi tojismon virusning boshlanish manbini bekitish intayin muhim dedi. Deb ko'rsatdi. Bu masalaga erishish va bu to'g'rida fikr qilish yanada intayin muhim dedi. Tekshirish va erishish faqatlan bir tarixiy voqeani aniqlash, oydinlashtirishlam emas. Tekshirish faqatlan bir tarixiy voqeani aniqlash yoki oydinlashtirish emas. Balki bunda ishning, ya'ni yuz berishni cheklashtirdi. Yuritish va aniqlash davri yetib keldi. Vatandaşlar biz artık sözleyen birleştiğimiz demizdik. Devlet ishlohoti Mike Pompeo dedi ki vakit yetib keldi dedi deb sözledik Livyada. Bugün endi yana tekrarlab nima deyapti devlet ishlohoti Mike Pompeo? Yuritish, masalani yuritish va aniqlash davri yetib keldi. Bundaq bo'lganda dunyo ondan inkas qaytirdi. Endi mana bu cümlege dikkat qilishimizning salmog'ini bu cümlege tushirishsiz. Vatandaş, deydi, bundaq bo'lganda dunyo
Andan inkas qaytırdı. Devlet İştakatı Mike Pompeo enek qilib bundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasının bir neçe tecrübe hanesi dünyanın tekşürüşüne kubul kılış gerek. Enek körüstüş ve buyruk karakterlik cümle. Buyruk cümle. Devlet İştakatı Mike Pompeo yeni tacısından virüs öpkü yallığı virüsü Jungo'dan başlandı deyip kayıtı tekstiydi. Hem de Jungo hükümetini qattiq tanqid qilib ularning saxta, kazzaplık bilen elip bargan teşvikatları virüsün keliş menbi Avrupa yoki Amerika askerleri virüsü Jungo'ga elip kirdi degan so'zdan bishorat berdi. Kazzaplık. So'zdan bishorat berdi. Devlet İştakatı Mike Pompeo yani mundaq ko'rsatdi. Bu intayin xatarlik. Bu siyaset meselesi emas. Hayatni qutuldurup qilish uchun yuqumliq virusning tarkibini va virusning besib o'tgan yo'llarini bilishing kerak. Bu siyaset meselesi emas. Hayatni qo'llash uchun qilyapmiz bu ishni. Lekin bu ish yuz bermadi. Ular bak asti ish qildi, ya'ni Jungoliklar. Devlet İştakatı Mike Pompeo Dünya Səhiyyə Təşkilatı şundaq tələbni oturğa qoymadı. Jungo Kompartiyası hem Dünya Səhiyyə Təşkilatıga mundaq uçur bilen təminləmədi. Devlet İştakatı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Germaniya, Avustraliya qatarlıq Amerika'nın ittifaqdaşları, Amerika Qo'shma Shtatlarının virusning kelish manbin uzil-kesil tekshirish tirishchanligini qo'llaydiganligini bildirdi. Gerçi Dünya Səhiyyə Təşkilatı yuqumliq virus hayvanlardan tarqaldı deb yürgen bolsunmu? Lekin Devlet İştakatı Mike Pompeo o'xshash nurg'ilg'an devlet erbaptır bu xil ajallik yuqumliq virus Jungo'da Wuhan'da ma'lum tajribaxonadan chiqdi deyishdi. Tunugin bizlar nima degan edik? Aqsarayning maslahatchisi Peter Navarro mundaq degan edi. Endi siz bu so'zni Devlet İştakatı Mike Pompeo'nun yok korku söz ibarları birleştirip tahlil kılan vatandaş. Peter Navarro, yuqumliq öpkiyallık virüsü Jungo'da işlep çıkarıldı. Öpkiyallık virüsü Jungo'da işlep çıkarıldı. İkinci Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın kanıtı aslında yuqumliq virüsünün mevcutluğunu yoşurdu. Jungo Kompartiyası. Şimdi Jungo yuqumliq virusdan müdafiə görüş üskünleriga besimdarlık qilib o'ttirdi. Hayan keşiş bilen nurg'un payda aldı. Bu Aqsarayning maslahatchisi Peter Navarro'nun so'zi. Yuqorqisi Devlet İştakatı Mike Pompeo'nun so'zi.